Ko'pkari nomli bir milliy sport o'yini bor. Unda mol emas, or talash, pul emas, haq talash. Unda er kishining shijoati, kuchi va zirakligi sinovdan o'tadi. Uloq ko'pkari ko'pning to'yi. Xalq sayrlari Navro'z va asosan xatna to'ylarda tashkillashtiriladi. Garchi kimdir to'y qilib xalqqa osh va ko'pkar bersa-da, o'ziga to'q tomoshabinlar orasida chavandozlarning g'ayratidan zavqlanib, ataganini Solimga qo'shadiganlari ko'p. Solim esa uloqni marraga birinchi yetkazib kelgan chopag'onga beriladigan mukofot. Solim pul, gilam, taka, tuya, ot yoki avtomobil bo'lishi ham mumkin. Mana hozir ham ana shunday ko'pkarilardan biri Navoiy viloyati Xatirchi tumani Maydonsoy qishlog'ida bo'lyapti. Abdug'ani Oripov ikki nevarasining xatna to'yida ko'pkar beryapti. Qayerga otlar endi bu? Ijduvon. Qora bayrami bu? Oyoqdagilar nima kerak aka? Himoya qiladi-ya. Yumalatdik otni. Nimaga? Otni charchoq chiqadi-da, yo'ldan kelishga mashinaga urilib keladi. Dimoq choq bo'ladi-da. Endi changini artib olyapsiz. Changini, endi bir boshdan uloqqa taqlaymiz endi. Bu necha yosh bu? Bu oltin to'ldirib 7 ga ketibdi. G'ijduvonda oti. G'ijduvonni, Buxoro G'ijduvonni oti. Sher shashlikchining oti. Oti chempion. O'zingiz necha yillik chopag'onsiz? Biza bir 20 yillik chavon. Ot mingan odam biladi, boqqan odam biladi. Uni mazasini, kayfini. Tuyog'iga taqa qoqqansizmi yo? Oldiniga urilgan taqalari, oldiniga. Nima foyda beradi taqa? Endi taqasi tayini, go'shini o'sib ketmasligini qo'ymaydi. Yurishga yaxshi bir, mana o'zingiz krossovka kiyirgan gapda asraydi otni. Bu nöqta, bu yugan. Yugan? Roli shuda. Yugan. Tortadi-yo? Rol, ham rol vazifasini, ham tormozni vazifasini bajaradi. Ko'pkaridan oldin otga suv beriladimi, berilmaydimi? Bir xil otlar ichmaydi, bir xil otlar ichadi. Biza ko'pkaridan oldin choy damlab kelganmiz, choy beramiz. Otga choy berasiz. O'zini vaqt soati bor, choyini beramiz. Yugurib bo'lgandan keyinchi ma'lum miqdorga bir choy berib, qo'shak berib, keyin yuklab ketamiz mashinaga. Bu ustiga qo'yayotgan narsangiz nima? Bu tellikchasi bu. Ana bu to'qimi egari, ana shu egarning narxi $500 opsho. $500? Komplektda, komplekt. Bu uzanglari. Bu ham bir ilmda. Shunday. Bu nima narsa? Bu ustki ayil bu. 2 ayil bo'ladi-da ot. Tayyor ot, Tayyor. Galstukini toqamiz. Galstuk? Yomon ko'zlardan. Xudoning o'zi asraydi. Baribir ikkita hayt sochib chiqmasa bo'lmaydi. Somonga yeyish. Bu tomonlardagi o'yin qoidalariga ko'ra 5 metr radiusli doira shaklidagi marraga 600 metr uzunlikdagi maydon boshidan uloqni yerga sudramasdan yakka olib kelgan chavandoz g'olib hisoblanadi. 400 bilan boshlaymiz nolovoy marramizni. Qani Kamol hoji kelding Kamol. Sog'. Mahalliy polvonlarimizdan Kamoldan polvon omadini bersin. Ostidagi ot to'ychi buvamdan Begzod polvonning qora kaptiyo nomlari bilan. Uloq taka yoki echki bo'lishi mumkin. Jigar va yuragidan boshqa barcha ichki a'zolari olib tashlanadi. Oyoqlari tizzasigacha chopiladi. Ichi tuz, sholg'om bilan to'ldiriladi. Bitta takani yozing 46 ta. Sariqtagi 66 kg, qoratagi 53 kg. Bo'ldi o'nglar. Birinchi marramizni bugun boshlaymiz polvonlar. Birinchi marra. 2 urkashli tuya polvonlar. Qani tuya. Maydonsoy mahallasi. Abdug'ani bobom nabiralari. Shohijahon Azbekjonlar ko'pkarisi boshlandi. Hozir necha kiloligi ketdi? 68ligi.
Harakat qiling polvonlar, harakat qiling. Qani, halollaysan, poklaysan. Qani, qilonga tegintirib qo'yma. Qani, mahkam bo'lur polvon oxirigacha halollaysan. Qani. Omon bo'lsin, sog' bo'lsin, omadlarini bersin. Samarqand katta Qo'rg'on Andoqning polvoni Dilshod polvon omadlarini bersin. 500 ming so'm, yarim million so'm solim berasiz. Hakamlar, o'yinni sharhlab boruvchi boshlovchi va solimlar turadigan joyni chortoq deyishadi. Hammasi shu yerdan boshqariladi. Qiziq jihati bakovul qoidalarni, chavandozlarning ismi, ularning ostidagi otning laqabi-yu egasigacha bilishi kerak. Uzoqdan turib tomosha qilayotganlar uning so'zlaridan kim yutdi-yu, qanday sovrin oldi, osongina xabardor bo'lishi mumkin. Toshbulat aka, kontrol qo'ying. Jilovga teginma. Teginma jilovga. Yetaklatib qo'yma. Qani mahkam bo'lishir. Qani! Omadlarini bersin. Navoiy Xatirchi Bolshevikning polvoni Alisher polvon omadlarini bersin. Burxon polvonning farzandi Alisher polvon. O'zbekiston milliy terma jamoa a'zosi Navoiy Murod Asoykichadan Akrom Abtekerning lider nomli Qoraboyir ot egalari Ozod G'ayrat Ishmonovlardan o'tgan lider bilan bir spanli ko'rpa 200 ming so'mga tashladi. Qulluq bo'lsin, ko'barda bo'lsin. To'xtama, puling yo'q, Alisher. Qani, navbatdagi 4-marramiz. Bir yerga ko'pkariga borsam, Majid Chavandoz keldi. Endi bizlar chiqib tursak ham bo'ladi deb odam chavandozlar shunaqa qilib qilaydi. Nima uchun deganda meni otim juda aldamchi edi. Shunaqangi choptirib bir razgom oldiraydim-dagini bir to'xtataydim, joyida to'xtab qolaydi, kiyitini pasaytirib. So'ng otlar o'tib ketaydi, men qaytib shu marraga borardim-da, qarsiq chalaveradi odamlar. Butun hamma shu qarsiq chalaverardi. Shuni qandaydir bir zavq boshqacha bo'ladi-da. Men uni juda ham tushuntirib bera olmayman sizga. Shunaqangi bir yaxshi bir xislatlari bor-da. Ko'pkari hayajonli, murosasiz va bir qadar xavfli o'yindek ko'rinadi. Agar maydon atrofi tik nishablik bo'lmasa, jilovning tortqisiga bepisand otlar suruvi tomoshabinlar tomonga ham yo'rg'alab ketishi ehtimoldan xoli emas. Shuning uchun xavfsizroq joyni tanlash ham muhim. Biroq uloq Ispaniyaning korridosidek shafqatsiz o'yin emas har holda. Tashla. Choppa polvon. Harakat qilamiz polvonlar. Birinchi kelganing ko'rsarki 200 ming so'm. Ikkinchi kelganing bir ko'rpa bir vikolina ishlari jamlanmadi. Ana tortdirlar, tortyapsizlar. Ana chop polvon. Endi yuqori. Ular ko'tarilgan. Arshim Qurol Abdug'aniyev tomonidan qo'yilgan to'y. Qo'yarchilar, qani. Qani jo'rabiga bachchalar kelasan, Yak qo'lingdan seni jo'rabek. Yana. Sen doim to'y olib berasan, shuning uchun ishlaring o'zidan keladi. Sen gap yo'q, mana. Toy. Toyni reisbon, shaxsan reisbon qo'llari bilan olasan. Mang, shu ishlarga keling. Ha, yo'q, ketmaydi, bismillah. Tushundingizmi? Omadlarini bersin. Bir qarga, bir tuya ko'rpa bilan davom etyapti polvonlar. Mana, uloq ko'tarilgan. Birinchi marramiz uloq ko'tarilgan polvon. Bir qarga, bir tuya ko'rpa bilan davom etyapti polvon. Ana katta o'rgan polvon. Mahkam bo'lib, qani soyib qaro mahkam bo'l. Qani Navoiy Navbafar. Qani chopamiz. Harakat qilamiz polvonlar. Qani keldi yuqori. Qani mahkam chiroyli kelib chap qanotda adashmasam Misha polvonlarga qani.
Misha mahkam bu Misha. Qani Misha, kelding Misha, qo'ladilar. Misha! Uloq tortishmalarida kimdir o'yin buzuqlik qilishi, boshqa bir chavandozga qasddan jarohat yetkazishi ham mumkin. Buning uchun davra oralab devonbegilar ham birga qo'shilib ot choptirishadi. Hakam g'olibni e'lon qilishda ikkilansa, devonbegiga yuzlanadi. O'shanda hammasi aniq bo'ladi. Menga qarang, Diyonbegi. Ismoil tog'a. Bo'ldi, Ismoil tog'a keling. Keling bo'ldi, sizning gapingizni xulosalaymiz. Keling. Bekormi? Bo'ldi, bekor. Akalar, xo'p. Boya yiqildi. Yo'q demadik, ber. Mana Diyonbegini hal qilib bermaydi, masala yo'q. Bekorjon. Endi qayta choplar. Olgacha qo'yaman, bor, oldiga akam ol. Ismoil tog'a. Bo'ldi, yetalagan bo'lsa qayta chopiladi. Bo'ldi, to'y qayta chopiladi. Qayta. Bo'ldi, qayta chopiladi deysiz. Qayta chopiladi. Avtomashina ketdik to'y. To'y xulosalar, qayta chopilayotganligi uchun bir to'y 500 ming so'm edi. Ustiga taqdirchi chiqqan ustalardan bir to'y 600 ming so'm bo'ldi. Mana shunday bo'ladi. Yetaklasa taqdirchi chiqqan ustalaridan. Endi biz ko'rganimiz yo'q. Diyonbegi yetaklab kelyapti degani uchun qayta qo'ydik. Ustiga mana Ziyodulla Sharif o'zi qo'shan qilganida mana shu ustiga Ziyodulla Sharif tomonidan yana 200 ming, bir to'y 900 ming so'm bo'ldi. 800 ming so'm bo'ldi. Ustiga oxirdan ham mana Bo'rttosh boboning bolasi Oxir akamizdan 50 ming so'm. Sen bor, omadingni bersin. Tayariq to'sin, Ozod polvon. Aka, sal jim turinglar iltimos, maylimi? Mana shu tarix barvaraqlariga zarxallab bitta qalam ruchka bilan daftarlarga tushirib boradi. 20 yil bo'ldi xudo xolasa. 2 sondiq daftar to'la. Ana xotirchi! Chopamiz. Palonlarni hammasiga muxlislar bitta guldiraz qarsak bo'lsin palonlarimizga. Aman bo'lsin palonlar, yonasan. Qana, Jizzax qo'llar ol, doston. O'tib ketding. Tinglab o'tirib. Yana 100 ming qo'shing mana ega. Aka yerda Doston polvondan tagirga tushdi. Nima yozyapsiz bunga? Qaysi polvon kimning otida tashlaganini yozdiribman. Ismoil tog'am, Ozod. Eshqot tog'am hisobidan qo'yilgan so'li. Sayfa aka fermerning jangchi. Sizga qancha haq berishadi? Menga himmati. Ma'lumot kerak. Himmati. Qancha tushadi? Ko'pkaridan qancha tushadi? Har xil endi. Masalan, Masalan 300, 400 katta ko'pkarilar, polvonlar saxiylik qilib tursa 50 10 so'm, 15 so'm berib turadi. 300, 400 tushadi. 100, E'tiborlaringiz 200 uchun dollar, 400 bo'ldi. Ishqoqlikdan, Qo'rlidan ko'pkari yozuvchi Akbar Tojiyev sizlar bilan birgadir. Pastga. Ana keldi yuqori. Ana yoz mahkam. Tushmay qoldi, ko'rdim, tushmay qoldi. Chopma. Ikkinchi marta tushdi o'g'amingiz qanotimda. Ana qayta chopamiz polvonlar. Uni hamma bo'lsa ham bo'ladi. To'sindan Isroil aka Sattarovning tilla qushi bilan Beyaz polvon marraga yetmay qoldi, solni yarmini berdik. Oldin ham bitta madrasa sport bo'lgani uchun berdik. Ay bo'ldi, indama, e'tibor berma, indama. Ana oxirigacha Jamshid Ko'rak, Ahmadboyning mashhur chempioni bilan Jamshid Ko'rak tatagi bir sarkam ekanlar jamlanmas qani chempion bilan. Ana Jamshid Ko'rak mahkam bu Jamshid. Ana Jamshid mahkam bu Jamshid. Qobil suya. Savaridan polvon bir sarga
Vikalina dishlar jamlanmasiga qalanladi. Ostidagi ot Palmakamizning Jeki Panda nomlari bilan, Jekmi? Jek nomlari bilan bir sarkiya Vikalina dishlar jamlanmasi. Nurota Papanaydi palvoni, Islom palvoni shogirdi, Samariddin palvon. Omadlarni bersin. Qani ikkinchi kelganing 25-marra. Bir qo'chqor, usti bir tuya ko'rpa. Sopma Devonbega. 25-marramiz palvon Nursulton Omonboyev. Bir qo'chqor, usti bir tuya ko'rpaga halollanadi. Ostidagi ot Jobir raisning Qiziltepadan Jobir akamizning toppancha nomlari bilan Nursulton Omonboyev. Yana qo'shib taka tashlaysizlar. Abdurasul, yana ikkita taka tashlaysizlar. Birinchi kelganing bir sarkiya, bir tuya ko'rpa, ikkinchi kelganing ham bir sarkiya, bir tuya ko'rpa bilan polvonlar. Ikkita taka deyapti. Ikkita taka bor. Vosh, ikkita taka. Qayerda turinglar? Bu takani ichida nima bor? Tuz bor. Tuz? Yana nima? Sabzi, sholg'om, Ha. shunday narsalar bor. Ovqatga tayyor bo'lar ekanda. Borasiz qoldi, chesolas tayyor. Ha. Bizlarni chopayotgan vaqtimiz birovni otini, jilovini birovimiz ushlamaydik. Yakka chopaydik. Chopishardi birov bilan ya bir janjallashish ya boshqa narsa bo'lmadi. Hozir birov bilan gartak-gurtak g'irillashib ham qolyapti. Jilovni ushlayapti. Yaxshimisan ota? Tetikmisan? Sog'lig'ing yaxshimi? Yaxshi otajon, yaxshi, Xudoga shukr, rahmat. Otda ko'proq yurish kerak. Ot ustida tura bilish kerak. Sport bilan ko'proq shug'ullantirish kerak ota. O'sha vaqtlari bizlar shunaqangi quyonday otni u yoqdan bu yoqqa o'tib ketardik. Bitta ikkita otni narog'idan takani tortib olardik bizlar. Shunaqangi bir odamga kuch-quvvat berar ekanki, sport bilan shug'ullangandan keyin shu badanlaringiz ham qotib ketayotganda 3 kun, 4 kunlab shu O'zbekiston kolxozining otini boqaydik, quvib yetib, yillikda, olmishda boytallarni quvib qaytarib kelib, tog'da orasida Dora degan yerimiz bor edi, o'sha yerga qomardik-da. Sonlarimiz qip-qizil birinchi kunlari go'sh bo'lib ketardi. Undan keyin bir 3 kun, 4 kundan keyin bilinmay qolib, shu bilinmay ketib, son qotib ketadi. Hozir ham mana chavandozlarni ko'ring, qo'lini ushlab ko'rishsangiz, shu qo'lingizni qisadi. Qattiq qisadi, juda qattiq qisadi. Nima uchun deganda, ularda sport bilan shug'ullangan, muskul rivojlangan. Mana mahkam chap qanotdan chiroyli kelyapsan, bola mahkam qo'yar juvon, tegma. Saman tegma juvoniga. Saman juvoniga tegma. Juvoniga tegma. Olmasvon Jo'rabek polvon, yetilibmi? Qana oxirigacha mahkammi polvon, chap qanotdan shiddat bilan chiroyli kelyapsan polvon. Birinchi kelganing bir sarga bir tuya ko'rib olasan, qani mahkam. Qana oxirigacha. Ikkinchi takamiz ham ko'tarilgan, uchinchi takamiz ham ko'tarilgan. Qani qo'l ajrat. Olmasvondan Jo'rabek polvon birinchi takamizga halolladi. Bir sarga bir tuya ko'rpaga ostidagi ot Murod Bo'ron akamizning Shamol nomlari. Bo'ron Shamol. Ashirbay domlaning Bo'ron Shamol nomlari bilan birinchi marramizga Jo'rabek polvon bir sarga bir tuya ko'rpaga. Ikkinchi kelgan polvonimiz Jizzax Forish Qorabtoldan Sanjar polvon bir sarga bir tuya ko'rpaga halolladi. Ostidagi ot Mitandan Toyir bomizning 33 nomlari bilan 3-takamiz tortishuvda. Qani polvon mahkam bu polvon qani? Tortaya to'rtpacha mana shu polvonsiga kompensasiya va tort. Qani mahkam oxirigacha mahkam bu polvon. Malades, omadingga bersin. G'ayrat Qassobning Boyitimor nomlari bilan 28-marramiz Muhammadjon polvon bir tuya ko'rpa 200 ming so'm pulni bering. Usti 200 ming so'mga halolladi. Yusoka tomonidan qo'yilgan solim bir tuya. Qanicha polvon. Olib pastga yantiramaysiz. Ana shu qaytaring. O'sha polvonga qaytaring. Dilshod polvonga qaytaring.
Dilshod polvonga taslim eting. Qani to'y. Qani to'y kelyapti. To'y. Samarqand katta Qo'rg'onondoqning polvoni mashhur polvonimiz Dilshod polvon omadlarini bersin. Samarqand katta Qo'rg'on Yonbosh Toyirboyning, Toyir millionning millionchik nomlodlari bilan bir to'y 1.200.000 so'mga Dilshod polvon tashladi. Qatirchi tumani Maydonsoy eli Oripovlar ko'pkarisining oxiri Abdug'ani bobom ko'pkarisi Alisherjonning farzandlari Shohijahon Azizbeklar ko'pkarisining oxiri 92-yil ukalarimiz hisobidan avtomobil Omon bo'lsin, sog' bo'lsin, omadlarini bersin. Bugungi to'yimizning qahramoni Samarqand katta Qo'rg'on Polvon tepaning polvoni Bekzod polvon. Bekzod polvon omadlarini bersin. O'zining farzandlari Shohijahon, Shohizomonjonlarning Yashamayman qoldi. Adidas nomli mashg'ulotlari bilan bugungi to'yimizning qahramoni Bekzod polvonga qarsak bormi? Omadlarini bersin. Bekzod polvon Samarqand katta Qo'rg'on polvon tepa o'zining mashhur Adidas nomlari bilan Shohizomonjonlarning Adidasi bilan bugungi to'yimizning qahramoni Bekzod polvon bo'ldi. Ilohim xush kelibsizlar, bosh kelgan qadamlaringga, bergan sovg'alaringga, xizmatlaringga rahmat. Qanaqa bo'ldi aka, yaxshi bo'ldimi? Sizlar menga qara, shuni yaxshi o'zgarib oldi. Olaman. Reklama qildi. Yuttizmi biror narsa? Nasib qoladimi? Ha, keyingi safar. Ko'pkari mardlar o'yini. Unda yutgan ham, yutqizgan ham bir. Ko'p tortishuvlar, dahanaki janglar bo'lsa-da, yakunda hech kim gina qudrat saqlamasligi kerak. Bugun yutmagan ertaga albatta yutadi. Chunki bu talotop maydonga chakana otbozlar, havaskor chavandozlar tushmaydi. Barining belida quvvati, yuragida o'ti, bilagida kuchi bor.